Bazar güçlükten tasqab çıqalaydı. Ama o acizdan qo'llash qamalsiz. Iqtisodiy yangi izlanishlarga yetakchilik qiluvchi yangi kasblar tadrijiy holda o'zining hayotiy kuchini namoyon qilishga boshladi. Ayni vaqtda Rim imperiyasi yengilmas imperiya deb atalgan. Bu imperiya kafirchilikda qattiq mag'lub bo'lgan. Cho'ng kasatlashish davrlarini iqtisodshunaslar kafirchilikka so'qishdi. 1929-yildagi Amerikadagi og'ir iqtisodiy kasatlash davri ko'plagan shirkatlarni gangirtib qo'ydi. Bunun için IBM şirketime dal bo'lishning ishi dedi. John Worson efendi şu vaqtda qattiq o'ylanib qoldi. Erlarga xos salobat. O'zgacha loyiha. Sifatli material, ilg'or texnikaning mahsuli. Yoshlik uchun tashlangan jo'shqin qadam saltanat kiyimlari. Gagner Karxanchilar klubi, Marifat Karxanchi maslahatchilik shirkati, Telegraf shirkati, qatorliq Tayaytay kollagelik Pepti shirkati qatorliq shirkatlar necha yuz kishilik faoliyatlarini, necha kunlik faoliyatlarini shu yerda ib bo'lgan ahvollar borki. Buning necha turlik unum to'g'riliq so'zlab bersangiz. Buning unumi bek zo'r bo'ldi bizga. Dastlabki qadamda Hiliqi iqtisod qiyinchilik tüpaylidan men g'amga bitib o'tirib qoldim. Keyin meningkim shu yo'ldoshim Raziya bu hech nimani hal qilib bera olmaydi, sen o'rningdan tur. Sanatoriya g'iriblar, miskinlar berib turadigan o'rin, jamiyatdagi saxovatchilardan ayrilamaydigan bir o'rin degan joyga xotimi be, sen o'rningdan tur. Sen şundaq bir çoğun yaxşı işini qilib, bundaq yığılab kun bo'yi uyga bekinib o'ltarsang, mag'lub bo'lgan bo'lmamsa, sening bir chetdan nurg'unliga iqtisod chechilib ketdi, yana bir tarafdan seningki ma'naviy jihatda bundaq sunug'liq uchursang bo'lmaydi. Sen bu yerda mavjud bo'lib turishing kerak. Chunki bolalarimizning hech qanday qizig'ini ko'rmadik bizdahi degandek nasihatlarni qildi. Mening dadammo Әмді яш вақтыдың татып, әмі тәрәпті әмді жан көріп өтке әдәм боғашқа дадаммы hükümet қачанлыққа тұлықлымы пұлыны береке, қайсы сахавәтші келіп бір қалты ұн әкеп береке деп олтырышмы бір инсанның іші болды му, сән жисмани жәхетті мүкеммәл бір әдәм, тіріш Toğrasınınki şıqandaq cismani əmgəkki yarımaydığanlığın ras, lekin cismani əmgəkki yarımağının bilan başqa cəhətdə sən özəninki rolunu cari qıldırmamsa degan nəsiyyəti meni oyğa saldı. Bunun bilan aldı bilan kiçikcə nəyə basam bula, nemiş qısam bula. Mən bu öydə turayıversəm mening qandaq bu yerda rolim borligini boshqalar uqmasa, ya men e'lon beraytsam, e'lon bergidek pulim bo'lmasa deb o'ylandim. Şunun bilan aldı bilan o'zimning axborot sohasidagi doiramdan foydalanay deb Şinjan Xalq radio stansiyasi, Şinjan televiziya stansiyasining yaşanğanlar xizmat ishxonasiga bordim. Verib men mush ahvolimni bir qur aşanın məsuliga dedim. Degandan keyin qanchalik adamga tamoq etib chiqarib bera olaysa, biz yoz kuni mush yaşanğanlarni dala sayohatiga o'rinlashtiramiz. Yilda mush Nansan tarafga chiqayotgan, Nansanning havosi sovuq bo'lg'ashqa, u yerga chiqsam, kelgan kunisi bir necha shaylan og'rib qoldi, zukamdab qoldi. Adam bizmi xijil bo'lib qoldik ekanmiz. Bu yersiningki o'rning birinchidan Arlığı yıqınca 28 kilometr. İkinciden paks tamaq yiyalaydı ki, özənlər təgənsəy, nəq meydanda pişirib berdikənslər, meyli əgər sən qadaq həqdi kütüb beri alaysa bizning yaşanğan pensionerlarni degandi. Mənə pul bəmisənlərmi meyli aşağıya berib bir günlük mənəvi turmuşni Köngüllük ötküsüp bəsənlər boldu desem külük etdi. Şunun bilan televiziya stansiyasının, radio stansiyasının rəhbərləri dəstləbki qədəmdə 150 nəfər pensionerini bizning sanatoriyaya çıxdı. Mən üçün həm ekskursiya boldu ulağa, həm bir saxavət boldu, həm mən iqtisadi qimmət yaratdım. Çünki mən bizning pişirib bəgən tamaqlarımızga qancha pul ilişnimi bilməyəm. Mən o mehman kütüş,
aşpuzullarını içip bakmadım da özüңler bilgen pulunu beringlar dedim. Endi şu vaqtda hakikaten tirishchanlik ko'rsatdik. İçideki şu pomidorlarni etizdan üzüp shoxlalarni tarxamaklarni naq maydonda üzüp köstüp, özümüz qo'yni ko'ziga köstüp turib suyup pishirib berdik. Qancha pul berma deganda o'zinglar bilinglar, mushunchalik narsa ketibdi deb ham eşyani hisoblab bergandim. U ya'niki Xanzu rahbari mendan shundoq ta'sirlangandan aslidagi bahoga odatda oshxonalarda 30% foyda olmasa qilmaydi, biz senga 50% foyda beraylik, bizning yashanganlar shunchalik xo'sh bo'ldi deb ularga ko'ngil etish sorunlarini hozirlab berdim. Bunun bilen ben o vaqt birinci qıtımdan belgili qimmatga erişdim. Ko'p xil qimmatni tang yaratdim da. Shuningdan keyin bizningki shu yaşanğanlar sanatoriyasini qo'llab Mehribon onamiz Reyha Abbay Şinjanning har qaysi joylaridagi 100 saxovatchi opamizni olib chiqdi. Gegner şirkati Novruz bayrami o'tkazib beraylik deb 100 necha Şinjanning har qaysi joylaridagi mushu sohadagi yosh xodimlarni olib chiqdi. Bizga mo'l mazmunli san'at nomerlarini qo'yib berdi. Bizning yaşanğan cho'lponlarimizni bo'sh kelmadi-da, ularningki so'rinida dong chiqarib etdi-da, u yerda usul o'ynab naqsh etib. Shu tariqada shundan keyin biz nurg'unlagan jamiyatning harbiy rayonning maktablarning qo'llashiga erishdik. Har qaysi maktablardagi o'tirib boshlang'ich o'quvchilariga ham bir tarbiyaviy bilim aldığan sorunken de 16. oturum mektepning 17. oturum mektepning o'quvchilarini qaralsiz holda bizning sanatoriyaga olib borib, ko'ngil ichish faoliyatlari, shundaqli yangi yil faoliyatlari, bolalar bayram faoliyatlari, yoshlar bayram, to'p kiyish faoliyatlarini yaşanğan dadlarimiz bilan, apalarimiz bilan birga o'tkazish bir sorunga aylanib qoldi. Shu tariqada Abnum rayonluq ayollar birlashmasining raisi Xosiyat xonim, Abnum rayonluq ayol kadrlar maktabining mas'uli Biliqiz xonimlar bizningki o'rinni praktik bazasi qildi. Hamda Şinjanning har qaysi joylaridan qaralsiz holda mishaga tarbiyalangili keldigan kursantlarni, o'quvchilarni bizning sanatoriyaga opamay tarqatib etmaydigan bir o'ringa aylanib qoldi. Ular Şinjanning har qaysi joylaridagi ayollar birlashma asos qatlam kadrlarini u yerga berib, Urumchi ayollari o'ynab, kiyib hech qandaq bir ishni g'am qilmay yayrab yuriydi degan ishga xotimi berildi. Urumchining ayollarining oddiy soddiy jafodan rahat, xofliqdan xushallik izlab yashaydiganligini his qildirdi. Dengizdagi pianist deydigan bir kino var. Bu pianist bola shu paraxutda tug'ilib, taki hayotini shu paraxutda oxirlashtirdi. Buningki bu paraxutda o'tkazgan umrini quruqlikqa chiqmasligini ko'pincha odamlar ahmoqlik deb tushundi. Sizmi olqish markasi besgan paraxutga ketyapsiz. Shundoq. Mundaq chiqqanchada bu olqish markalik paraxutda o'zimizning muzikasini ijod qildik, chelyapmiz. Lekin sakishni ostidan anglangandan hammasi chavak emas. Bir qo'riqni qo'g'dab turishning o'ziga nurg'un mablag' ketadi. Bozarbek so'g'aq narsa. Raziya Izxonim, siz vaqt o'rnildin. Birdan buyurdim. Tivib Şinjan alohida tanşalgan cheyi bir chimdim choy qadrdonlar uchun yaxshi sovg'atliq. Bizning Şinjan yaxshi joy, bir chimdim choy yaxshi choy. Şinjan Tivib xalqaro savdo shirkati joylardan vakolat chaqirdi. Telefon 0991 777 2610. Olqish, Pasulka, Tivib, Sahar xilma-xil markalar besilgan paraxutlar bazardan iborat bu dengizda laylab yurmoqda. O'zining nishoni uchun ilgarilamoqda. Bu savdo paraxutlari okeanga kirib ketmay, nishonga yetib bora olamdi yo'q. Biz mayakning nuriga muhtoj. Tövəndə biz mayak vasitçiligining lideri Hasan Toj apandini vaqt o'rniga chaqiramiz. Hasan Toj apandi yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Vaqt o'rnilik suhbatimiz olqish yaşanğanlar sanatoriyasi to'g'risida elib berilyapti. Sanatoriya haqida qanday qaraysiz? Sanatoriya haqida mandaq aytganda shu olqish sanatoriyasi bilan tanishgandan keyin chunqur hukmga ega bo'ldik deb qaraymiz. Uning oldida hamda bizningki nazarimizda sanatoriya
deganni shu bakıtısı yok. Ya özünün ağaçtan çıkanmaydigan, qarayanmaganlarni apırıp qo'ydigan yer deb qaraydik. 2015-yili biz ham TÜV şirketininki tashkillashidan bir anatomiyalik baq qurilib, shu vaqtda endi tunji qitim Raziya xonim bilan uchrashdik. Uchrashgandan keyin bir tunishib, keyin Allohda biz bir chiqib ekskursiya qilishlar bo'ldi. Borgandan keyin u yerning amaliy sharoitini, andan keyin Raziya xonimniki sanatoriya qurishdiki o'y xiyollari hamda Yevropada ko'rgan bilganlarini deb bergandan keyin sanatoriyaga bo'lgan hukm bizda bir chunqurlashdi hamda sanatoriyaga texmi bir ahamiyat bilan mandaq aytganda o'zimizningki kelgusida qaraydigan bir vaqtimiz bo'ldigan bo'lgandan keyin endi biz shu qayerlik vaqtimiz uchun bir asos serish uchun Raziya xonimniki bu asosni hozirdan boshlab bizga sapirayotgandan intayin ta'sirlandik. Ham bu hukm jihatda to'g'rinishni paydo qilib oldik. Men suhbatning beshida sanatoriyan aqllar ombiri degan ibora bilan sifatladim. Sizning aqllar ombiri degan shu sifatlashga bo'lgan tushanchangizni cho'nqaroq anglab baqsaq. Bayatdan siz o'tirib qo'ygandek, ham bu yerninki aqllar ombiri bo'lish salohiyati haqiqatan to'shid ekan bu sanatoriyaninki. Sanatoriya asosiyatida yoshga cho'ng 60 dan olqigan yoki undan cho'nglar paydo bo'lgandan keyin ularning yashash hayotida mayli ular oliy bilim yurtida o'qigan bo'lmasin, hamda jamiyatda tirikchilik hayot kechirish jarayonida nurg'ulg'an tajribalarga ega bo'ldi ekanda bular. Ammo şu tecrübelerge iyi olgandan keyin hem köpünçe bular özünün şu tecrübelerini belki ayrım öyle turgan bolsa, ballarga yetkizip beriş yoki bo'lmasa boshqalarga taqtishda qiyinchilik uchrashi mumkin. Endi navadimiz sanatoriyadek shunday bir bazı bo'lsa, o'zidek bir top ashunday pishqan tajribaliklar bir yerga yig'ilib, endi shunday o'zaro fikr almashtiradigan bo'lsa, bular ekanda uchur. Mandaq aytganda bir asr, netdan necha asrning uchurlari bor bir ambarga ilindi ekan. Bu aqlli ambir endi mandaq aytganda ortiq ketmaydi bu sanatoriyada qatnashqa. Lekin baza intayin so'g'aq. Qısa baza hacmi baqansızdır kichiklayotdi. Aşındaq bir cho'ng ko'lamlik sanatoriyani o'rni saqlab qilishning o'ziga nurg'un mablag' ketadi. Demak, shu sanatoriyada hozir mulozimat kasbi bor. Onun atrofidagi yerlardan foydalanadigan muhit bor. Bundaqcha ishlab chiqarish bor. Ya'ni bu yerdan terilgan ekologik saylardan xamsa yasaqlı bo'ladi. Atrofdagi etizlardan foydalangalı bo'ladi. Undaqda mushu baza yani iqtisod tarafida sanatoriyani qandaq bir iqtisod tarafga o'zlantirish kerak. Iqtisod o'ng aylanadigan tarafga o'zlantirish kerak. Biz ham de sanatoriyani bayatdan Raziya xonim sizlab o'tgandek, ham o'zimizmi berib ko'rib kelgandek, hamda amaliy ahvolda yerlik sharoitniki hamda bu yerning eng muhimi ekologik bir alayidlikni biz oldingi sanda programmada aytgandek, hozirgi kelgusi taraqqiyot yeshillikka qarab taraqqiy qilgan bo'lgandan keyin bularni ashaqdagi tunji yeshil bazlarni kesak tatmış yemek bazılarını hazırlab bo'lgan. Ham sanatoriyaning turishlik o'rnining atrofida manda aytgan ko'lamlashgan necha gektar, necha ming gektar yerlar hamda shu holat ko'lamlash mumkin. Bu hamda bu sanatoriyaninki hamda ashaqdagi bir bazı bo'lish sifati bilan hamda shu ekologik muhitdan foydalanish alayidligida hamda bir foydalanish yo'li bo'ldi ekan. Hamda bu yillik hamda shu yozliq planda bizningki shu film ishlash jarayonida bir yo'liqqan bir film bo'ldigan. Buni o'tgan yili hamda kechik qolgan bo'lsak bir fikrni o'tirib qo'yib, kendin andin bu filmni Raziya xonim ko'rsatdim. Bularni o'zlari shuni o'ylab noqibdiki. Undaq bo'lsa, şu film naq maydonda bir ko'rib baqamdiq. Haqiqiy xotira xalq uchun mulozimat turmushdan ta'rimlar programmasini ko'rishdan qizg'in qarshi olamiz. Hammamizga ayonki Koreya 1970-yildan boshlab mamlakat bo'yicha yangi yezi faoliyatini tashabbus qilgan edi. 40 yildan buyon Koreyaning ishlab chiqarish va turmushida ajoyib o'zgarishlar bo'ldi. Bu yil 6-oyning 14-kuni Koreya Jungo madaniyat iqtisod hamkorlik uyushmasining taklifiga binoan Jungo xalqining sirtqi qarta do'stan hamkorlik mulozimati markazining tashkillashi bilan Xubey o'lkasi Xong'an noyasi yezigilik boshqarishi Koreya tadqiqot o'migi Koreyaga qarta 5 kunlik ziyorat ifodi. Bu Koreya safarida o'makdagi har bir a'zo Koreya yangi yezi faoliyatining yezi kentlarga qanday o'zgarishlarni ip kelganligini, qanday kuch ularning bu xil faoliyatni ip berishga turtki bo'lganligini, bugun qanday natijalarni qo'lga keltirganligini his qildimikin? Bu vakillar o'migi a'zolari Xubey o'lkasi Xong'an noyasidan bo'lib, Koreyaga kelgan kunining ertasilar ular Seulning yezigilik texnik markaziga keldi.
Texnika markazidagi xodimning yo'l boshlashi bilan Suychangshi ayol oshgan dehqonchilik maydonini ekskursiya qildi. Bu chiroyidan kulki ketmaydigan xonim Suychangshi ekan. Garchi bugun seshanba kuni bo'lsa-mu, dehqonchilik maydonining oldida yana nurg'un mashinalar to'xtaqliq turadi. Suychangshining eri Jindayuanning deyishicha, bular hammasi ularning yerini ijaraga olib terayotgan shaharliklar ekan. Shaharliklar nima uchun yer ijaraga olib teraydi? Hozir shaharliklarning turmushi bekli jafoliq. Shunga bizning bu yerda etiz ishlarini qilib, ondan paranglashib, harg'inliklarini tugitishib qaytib ketishdi. Muhit bulg'anishining oldini olish uchun Koreya shahrida baxmachilik cheklandi ekan. Lekin teriqchilik qilishga bo'ladi ekan. 5 yil avval Suychangshi ayol 21,100 kvadrat metr etizlikni huddiga ilib maxsus ko'ktat teribdi. Keyin etizlikning cho'ng bo'ligini ayirib, har birini 9 kvadrat metrdan kichik etiz qilib, boshqalarga terishga ijaraga beribdi. Shuning bilan asta-asta bugungi bu dehqonchilik sayligoyi shakllanibdi. Undaqda har bir kichik etizning ijara haqqi nechidir? Başta 3 odamga ijaraga bergan edik. Keyin ijara oladiganlar barbara ko'payib hozir 1500 oilaga yetdi. Har bir oilaning 1 yillik ijara haqqi 10,000 won. Bu kichik taxtaylarni ko'rdinglarmi? Buningga ijaraga oluvchining ism familiyasi yozilgan. Suychangshi ularni ko'ktat urug'lari bilan ta'minlaydi ekan. Ondan ular o'zlarining ehtiyojiga asosan yaxshi ko'radigan ko'ktatlarni teriydi ekan. Zodi qanday teriydigandi? Bu chaqda dal koreyalik cho'lpon Lee Jong-yuan bu maydonga keldi. Lee Jong-yuan Koreya kino cho'lponi. Nurg'un Koreya televiziya teatrlarida rol olgan. Masalan, ayolimning gullangan davri, baxt qatorliq. Bu nurg'un Koreya filmlarida rol olgan Koreya kino cho'lponimi Suychangshining xaridori ekan. U muxbirimizga o'zining ko'ktatligini ko'rsatdi. Undaqda Lee Jong-yuan nimalarni teriydigandi? Bu birinchi xili. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, cami 12 xil teripti men. Mening bir yilda to'laydigan ijara haqqim 10,000 won atrofida. Xalq pulida 600 yanga to'g'ri keladi. Mushu kichkina etizga mush, pedigan, yesvilak bo'lib 12 xil ko'ktatni teribdi. Undaqda Lee Jong-yuan apandi nemishqa bu yerga kelib yer ijaraga elib ko'ktat teriydi. Ularning etizidagi taxtaylarni ko'rdinglarmi? Uningga farishta etizi deb yozilgan ekan. Endi nima uchunligini bilgansizlar? Ha, men haftada 2 qatim kelaman. Bolalarimni mo ep kelaman. Bolalar yer terish, o'tash qatorliq dehqonchilikqa oid ishlarni qilish orqali tabiat bilan uchrashidi. Ham dehqonchilik bilimlarini o'rganib olaydi. Lee Jong-yuan apandi aytgandek, ko'pchilikning bu etizni ijaraga elishi pulining kamligidan yoki yemak ishmigining kamligidan emas, balki aram elish va tarbiyalash uchundir. Ular bu yerda nima ishlarni qiladi? Dehqonchilik maydonining darvozasi yenidagi doskaga qarang. Birinchi, ko'ktatlaringizni vaqtida o'tang. Ikkinchi, husulni ilib bo'lib andin tering. Uchinchi, maydonga qalayimqan axlat tashlamang. To'rtinchi, boshqalarning etiziga ziyon yetkazmang. Bu Suychangshining xaridorlarni askartib yozgan har turli qiladigan ishlar ekan. Odatda men tor orqali xaridorlarim bilan aloqa qilaman. Yana ularga amdi terisingiz bo'ladi, amdi o'tisingiz bo'ladi, amdi o'g'itlisingiz bo'ladi degandek askartmalarni berib turaman. Bir yilda mayli hafta oxiri yoki odatdagi vaqtlarda bo'lsin, bu yerdan kishilarning oyog'i uzilmaydi. Yani kelib kelganlar kechgacha turishib ketishidi. Tushdi charchagan vaqtlarida bu yerda aram elib sahraning sap havosidan nafaslangach billa oddiygina tushlik g'izolarni yeyishidi. Erimning shirkatidagilar degan edi. Shuning bilan darhol kelib tizimga oldirdim. Ham bir parcha etizni ijaraga oldim. Men hech qanday o'g'it chashmay o'stirdim. Shunga 15 kungacha hargiz buzilib qolmay o'z beticha turadi. Hozirgacha Suychangshining 1500 dan ortiq xaridori bor bo'lib, agar 1 yillik ijarani 600 yuandan desak, 1 yilda ijara haqqining o'zila 900 ming yuan bo'ldi degan gap. Yana bu yerda aram oladiganlarmi pul topshirdi ekan. Shundaqda 1 yilda jami 1 million yuancha kirim bo'ladi ekan. Bu Suychangshining xaridorlarni tizimlaydigan daftar ekan. Buningda xaridorlarning uchuri yozilgan bo'lib, hozir xaridorlar texmi ko'payib yetibdi. Buningda 660 xaridor bor ekan, 740. Buningda texmi ko'pkan, 899 nafar, 904 nafar. Bakli jiqkan.
Sui Jingshining deyishicha, yer ijaraga oladiganlar bag'an seri ko'payib, ta'minlash ehtiyojini qamdayolmay yetibdi. Mana qarang, yana biri yer ijaraga olaman deb uchrab atibdi. Uchur mazmuni qarab baqayli. Kelar yili menga cho'qim bir parcha etizni ijaraga bersangiz debdi. Ziyorat oxirlashganda Sui Jingshi bizga kelgusi 5 yil ichida Jungoga kelib dehqonchilik maydoni etish mumkinchiligi borligini aytdi. Koreyaning bu xil yaxshi tajriba, ideya va boshqarish andizasi va istilni yezirimizga olib, yangi yezi qurilishi, hozirgi zamon yezi egiligi taraqqiyotini ilgari surishga turtki qilamiz. Ko'ktat terishdan boshqa yana gul teriydiganlar bor ekan. Dehqonchilik maydonini ziyorat qilib bo'lgandan keyin ular gulchilik maydoniga keldi. Bu ikkisi gulchilik maydonining ochqichi ayol Zhao Gangxi va Shen Yinju bo'lib, ularning maydonining cho'ngligi 9900 kvadrat metr bo'lib, yerni ular ijaraga olgan ekan. Maydon ikki bo'lakka bo'lingan bo'lib, biri shahar aholisi o'g'inish rayoni, yana biri bo'lsa tijorat rayoni ekan. Tijorat rayonida iste'mol qilg'ilimi hamda girim buyum ishlab chiqarishga ishlatishga bo'ladigan gullarni o'stirdi ekan. Ularning o'stirgan gulining turi ko'p ham setish yo'llari keng bo'lg'achqa foydasi xeyli yuqori ekan. Undaqda ularning yillik kirimi qanchadir? Koreyada odatdagi dehqon oilasining yillik kirimi 100 million won atrofida bo'ladi. Bizning bo'lsa 1 milliard 500 million won atrofida. Boshqalarga qaraganda xeyli yuqori. Sui Jingshi va Zhao Gangxiga o'xshash dehqonlardan Seulda 7000 chiba bo'lib, ularning bundaq taraqqiyotga erishishi asosligi yezigiligi fan texnika markazining ko'rsatmasi va yordamidan ekan. Ular dehqonlarga texnik jihatdan ko'rsatma berib qolmay, yana qaratmaligi bo'lgan kurslarni ochibdi. Bu qitim Xubey o'lkasi Xong'an noyisi vakillari o'migi bu texnik markaziga hamkorlashish ko'nglining borligini aytdi. Shundaqla tajribani o'rganish, ko'z qarashni o'zgartirish bu qitimqi ziyoratning muhim ahamiyati bo'lib qoldi. Ular nima uchun ko'z qarashni o'zgartirdi? O'z kuchiga tayanib marketinglab dunyoning ilg'or boshqarish tijorat saviyasiga yiqilishiga qarab yuzlanadi. Mana bular mening bu o'makni tashkil etishimdagi sababdir. Bu o'makdagi nurg'un vakillar Koreyaga burun kelib boqmagan, hatto chet elga chiqib boqmagan. Shunga ularning nazar doirasi kengayib qoldi. Asosiy bizning maqsadimiz ularning nazar doirasini kengaytirib, yangicha burilish hosil qilish.